Salom do'stlar. Bugun biz hammamiz uchun juda muhim bo'lgan bank kartalarimizga oid o'zgarishlar haqida so'zlashamiz. Bu sizning pulingiz, vaqtingiz va hatto shaxsiy tinchligingizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlardir. Bank kartalari egalarini 5 ta yangi qoida kutmoqda va ularga amal qilmaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ishonchim komilki, bu ma'lumot har bir fuqaro uchun dolzarb. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir tafsilot muhim. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi va ular ham xabardor bo'lishadi. Keling, avval qanday bo'lganini va nima o'zgarganini tushunib olaylik. Ilgari yaqin yillargacha bank kartalaridan foydalanish ancha erkin edi. Masalan, siz do'stingizga yoki qarindoshingizga katta miqdordagi pulni osongina hech qanday ortiqcha savollarsiz o'tkazishingiz mumkin edi. Onlayn savdolarda nisbatan cheklovlarsiz ishtirok etish, hatto boshqa odamning kartasidan uning roziligi bilan bemalol foydalanish mumkin edi. Banklar asosan juda yirik, millionlab dollarlik operatsiyalarga e'tibor berishar. Kichikroq, kundalik pul o'tkazmalariga esa unchalik ahamiyat bermas edilar. Bu esa afsuski pul yuvish, firibgarlik, soliqdan qochish va noqonuniy faoliyatni amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratgan edi. Ko'plab odamlar o'zlarining tijoriy faoliyatini shaxsiy kartalari orqali yashirincha olib borib, davlatdan soliq to'lamay kelishardi. Endi esa bu davr tugadi. Yangi qoidalar xalqaro moliyaviy monitoring standartlariga muvofiq joriy etilmoqda va ularning asosiy maqsadi moliyaviy tizimdagi shaffoflikni tubdan oshirish, firibgarlikni butunlay kamaytirish hamda noqonuniy operatsiyalarga qarshi kurashishdir. Bu qoidalar bank kartalaringizdan foydalanish usulingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Endilikda sizning har bir operatsiyangiz diqqat bilan kuzatiladi va ma'lum cheklovlarga duch kelishi mumkin. Bank tizimlari sun'iy intellekt va murakkab algoritmlar yordamida shubhali operatsiyalarni avtomatik tarzda aniqlashga mo'ljallangan. Bu faqat bizning mamlakatimizga xos emas, balki butun dunyoda shunga o'xshash tendensiyalar kuzatilmoqda. Keling, mana shu 5 ta yangi qoidani birma-bir batafsil ko'rib chiqaylik. Bu qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini va nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini chuqur tushunishimiz kerak. Birinchi qoida. Chastotali va kichik pul o'tkazmalari nazorati kuchaytiriladi. Endilikda siz do'stlaringizga yoki tanishlaringizga doimiy ravishda, ya'ni muntazam takrorlanuvchi tarzda mayda summada pul o'tkazib tursangiz ham, bu avtomatik tarzda bankning xavfsizlik tizimi tomonidan shubhali deb hisoblanishi mumkin. Bankning moliyaviy monitoring xizmati bu kabi operatsiyalarni tijoriy faoliyat belgisi sifatida baholaydi. Masalan, bir oy ichida siz turli xil 20-30 shaxsga har biriga 50.000 so'mdan 100.000 so'mgacha pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz, bu bankning avtomatik tizimida qizil chiroqni yoqadi. Sistemalar oddiy oilaviy yordam operatsiyalaridan farqli o'laroq, aynan takrorlanuvchi va ko'plab turli shaxslar o'rtasidagi operatsiyalarga e'tibor beradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Kichik biznes egalari, frilanserlar masalan. Onlayn xizmatlar ko'rsatuvchilar, kvartira ijaraga beruvchilar agar ijara to'lovlari muntazam ravishda kartaga tushsa, shuningdek turli xil to'lovlarni yig'uvchilar, misol uchun, siz onlayn kurslar tashkil qilasiz va har bir ishtirokchidan alohida kichik to'lov qabul qilasiz. Yoki siz qo'l hunarmandchiligi bilan shug'ullanasiz va har bir buyum uchun alohida pul o'tkazmasini qabul qilasiz. Bularning barchasi endi nazorat ostida. Kimlar xavotirlanishi shart emas? Oddiy fuqarolar. Ular kamdan kam hollarda o'z yaqinlariga pul o'tkazadilar. Masalan, oyiga 2-3 marta 2 so'm yoki undan ko'proq yordam sifatida. Agarda sizning pul o'tkazmalaringiz mantiqiy, oilaviy va shaffof bo'lsa, hech qanday muammo tug'ilmaydi. Banklar odatda oilaviy operatsiyalarni qonuniy deb hisoblaydi. Ayniqsa pul o'tkazmalarining soni cheklangan bo'lsa, real hayotdan misol. Gulnora ismli ayol qo'l mehnati bilan sumkalar tikadi va ularni Instagram orqali sotadi. Har bir sumka uchun unga xaridorlardan 2.000 so'm pul to'g'ridan-to'g'ri uning shaxsiy bank kartasiga kelib tushadi. Bir oyda u o'rtacha 30 ta sumka sotsa, jami 7.500 so'm pul uning kartasiga kelib tushgan bo'ladi. Ilgari bu oddiy savdo hisoblansa, endi bank bu operatsiyalarni tijoriy faoliyat belgisi deb hisoblab, Gulnoradan bu pulning manbasini va soliq to'lash majburiyatini tushuntirishni so'rashi mumkin. Agar Gulnora o'zining biznesini rasmiylashtirmagan bo'lsa, uning kartasi bloklanishi va qo'shimcha tushuntirish talab qilinishi mumkin.
Bu vaziyatda bank ma'lumotlarini soliq organlariga yuborishi ham mumkin. Bu esa jarimalarga olib kelishi turgan gap. Ikkinchi qo'yda tijoriy maqsadlarda shaxsiy kartalardan foydalanish taqiqlanadi. Bu qo'yda ayniqsa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirmasdan olib borayotgan shaxslarga tegishli. Masalan, siz Instagram orqali kiyim sotasiz, taksi xizmati ko'rsatasiz, xususiy repetitorlik qilasiz, go'zallik salonida xizmat ko'rsatasiz yoki xususiy bog'cha faoliyatini olib borasiz va barcha to'lovlarni o'zingizning shaxsiy kartangizga qabul qilasiz. Endi bu qat'iyan noqonuniy hisoblanadi. Banklar sizning kartangizga kelib tushayotgan operatsiyalarning chastotasi, miqdori va jo'natuvchilarning xilma-xilligini tahlil qiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Barcha rasmiylashtirilmagan tadbirkorlar va o'zining daromad faoliyatini yashirincha olib borayotgan shaxslar. Agar siz muntazam daromad olayotgan bo'lsangiz, uni rasmiylashtirish shart. Real hayotdan misol. Sardor ismli yigit avtomobillarni yuvish xizmatini ko'rsatadi. Har bir mijozdan 30 ming so'm oladi va ularni bank kartasiga qabul qiladi. Kuniga 15-20 ta mashina yuvsa, kuniga dard 6 ming so'm pul tushadi. Oyga bu taxminan 10 million so'm degani. Bank uning kartasiga kelib tushayotgan pul o'tkazmalarining soni, muntazamligi va summalarning bir xilligiga e'tibor berishi mumkin. Agar Sardorning faoliyati rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bank uning kartasini blokirovka qilib, unga huquqiy maqomini aniqlashni yoki hisob varag'ini yopishni talab qilishi mumkin. Aks holda uning kartasi butunlay bloklanadi va soliq organlariga ma'lumot beriladi. Bu esa nafaqat jarimalarga, balki hisobdagi pullarning muzlatilishiga ham olib kelishi mumkin. 3-qo'yda xalqaro pul o'tkazmalari va valyuta ayirboshlash cheklovlari. Endi xorijga katta miqdorda pul o'tkazish yoki tez valyuta ayirboshlash operatsiyalari qo'shimcha nazoratga olinadi. Har bir operatsiya uchun pulning manbasini ko'rsatishingiz talab qilinishi mumkin. Bu qoida asosan pul yovish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olishga qaratilgan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Chet elda ishlagan va u yerdan muntazam pul o'tkazmalarini qabul qiluvchilar. Shuningdek, tez onlayn savdo platformalari orqali valyuta operatsiyalar amalga oshiradiganlar. Real hayotdan misol. Dilshod xorijda ishlaydi va har oy oilasiga $500 yuboradi. Ilgari bu oddiy operatsiya edi, bank bunga e'tibor bermasdi. Endi bank bu pullarning manbasini, ya'ni Dilshodning xorijdagi daromadini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar u har oy muntazam ravishda turli xorijiy shaxslardan kichik miqdorda valyuta qabul qilsa, bu ham shubhali deb baholanib, qo'shimcha hujjatlar, masalan, mehnat shartnomasi yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar Dilshod hujjatlarni taqdim eta olmasa, uning operatsiyalari cheklanishi yoki hatto kartasi bloklanishi mumkin. Ba'zi hollarda bu qoidalarga rioya qilmaslik pulning muzlatilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni siz pulingizdan vaqtincha foydalana olmaysiz. 4-qo'yda boshqa shaxsning bank kartasidan foydalanish taqiqlanadi. Bu eng muhim va tez uchraydigan o'zgarishlardan biri. O'zbekistonda ko'pincha oila a'zolari bir-birining kartasidan erkin foydalanishadi. Masalan, xotinning kartasidan, farzandlari ota-onasining kartasidan do'konda yoki onlayn xaridlar uchun foydalanishadi. Endi bu qat'iyan taqiqlangan. Bank kartasi faqat uning egasiga tegishli va undan faqat egasi foydalanishi kerak. Bu qoida firibgarlikning oldini olish, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash va pul yuvishga qarshi kurashish uchun joriy qilingan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Barcha. Kim boshqa birovning kartasidan PIN kodini bilgan holda ham foydalansa, ya'ni bu sizning oilangiz a'zosi bo'lsa ham, endi bunga ruxsat yo'q. Real hayotdan misol. Otabek o'zining kredit kartasini rafiqasiga berib, bolalar uchun maktab o'quv qurollari sotib olishini so'radi. Rafiqasi do'konda Otabek Makning kartasi bilan to'lovni amalga oshirdi. Bank tizimi to'lov amalga oshirilgan joydagi video kuzatuv kameralari, ayniqsa yirik supermarketlarda yoki oddiygina tranzaksiya tahlili orqali kartadan foydalanuvchi bilan karta egasining shaxsi mos kelmasligini aniqlashi mumkin. Natijada Otabekning kartasi bloklanishi va unga bankka kelib tushuntirish berish talab qilinishi mumkin. Bunday holatlar qayta takrorlansa, jiddiyroq muammolarga olib kelishi mumkin. Hatto kartadan foydalanish huquqidan mahrum etilishi yoki bank hisob varag'ining yopilishiga olib kelishi mumkin. Bu juda muhim qoida. Shuning uchun uni jiddiy qabul qilish lozim. 5-qoida. Katta miqdordagi
naqd pul operatsiyalarini deklaratsiya qilish majburiyati. Endi bank kartasi orqali amalga oshirilgan katta miqdordagi naqd pul kiritish yoki yechib olish operatsiyalari, hatto jismoniy shaxslar uchun ham moliyaviy monitoringga tushishi mumkin. Agar sizning kartangizga muntazam ravishda katta miqdorda naqd pul kiritilsa yoki yechib olinsa, bank pulining kelib chiqish manbasini so'rashi mumkin. Bu qoida ayniqsa kulrang iqtisodiyotga qarshi kurashish va moliyaviy shaffoflikni ta'minlash uchun joriy qilingan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Katta miqdordagi naqd pullar bilan ishlaydiganlar, masalan, avtomobil savdosi noqonuniy yo'l bilan amalga oshiruvchilar, qurilish materiallari savdogarlari, rieltorlar va hokazolar. Real hayotdan misol. Aziza ismli ayol uyi uchun qurilish materiallari sotib olmoqchi va buning uchun 21 ming so'm naqd pulni o'z kartasiga kiritib, keyin to'lovlarni amalga oshirmoqchi. Bank bu miqdorni moliyaviy monitoring chegarasidan yugurdi deb hisoblashi mumkin va azza bu pulning manbasini, masalan, sotilgan mulk shartnomasi, kredit shartnomasi, meros guvohnomasi tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Agar u bunday hujjatlarni taqdim eta olmasa, operatsiya rad etilishi, uning kartasi bloklanishi va vaziyatga huquq tartibot organlari aralashishi mumkin. Bunday hollarda bank sizga pulingizning qonuniy ekanligini isbotlash uchun ma'lum vaqt beradi, lekin isbotlay olmasangiz jiddiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu qoidalardan istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar va unchalik sezilmaydigan nuanslar haqida gaplashamiz. Istisnolar. Ba'zi pul oqimlari har doim bank tomonidan qonuniy deb hisoblanadi va hech qanday cheklovlarsiz ishlatilishi mumkin. Bularga rasmiy daromadlar kiradi. Oylik maosh, pensiya, stipendiya, davlat ijtimoiy nafaqalari. Shuningdek, bankdan olingan kreditlar, rasmiy meroslar, davlat tomonidan berilgan subsidiyalar ham istisno hisoblanadi. Siz tegishli shartnoma, ma'lumotnoma yoki guvohnoma asosida ularning manbasini tasdiqlashingiz mumkin. Masalan, agar sizning kartangizga ish haqi kelib tushsa, bu hech qanday savollarni tug'dirmaydi. Chunki bankda sizning ish beruvchingiz haqida ma'lumot mavjud. Ammo masalan, sizga uzoq qarindoshingizdan katta miqdorda sovg'a kelgan bo'lsa, buning sababini va munosabatini tushuntirishingiz talab qilinishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar, pitfalls. Birinchidan, noqonuniy faoliyatga aloqadorlik. Firibgarlar sizning ishingizdan yoki soddaligingizdan foydalanib, sizning kartangizdan pul yuvish uchun foydalanishga urinishi mumkin. Hech qachon o'z kartangizni, uning PIN kodini yoki boshqa ma'lumotlarni begona shaxslarga bermang, hatto ular o'zlarini bank xodimi deb tanishtirsalar ham. Ikkinchidan, avtomatik bloklash. Agar bank tizimi sizning operatsiyalaringizda shubhali xatti harakatlarni aniqlasa, karta darhol avtomatik tarzda bloklanishi mumkin. Bu sizga qulaylik tug'dirishi mumkin bo'lgan vaziyatda, masalan, xorijda sayohatda, savdo qilishda yoki shoshilinch xaridda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Banklar karta bloklanganda foydalanuvchiga SMS orqali xabar beradi, lekin ba'zida bu xabar kechikishi yoki yetib bormasligi mumkin. Uchinchidan, soliq tekshiruvlari. Agar bank sizning faoliyatingizni tijoriy deb hisoblasa va uni rasmiylashtirmagan deb topsa, ma'lumotlar soliq organlariga yuborilishi mumkin. Bu esa sizga jarimalar solinishi va o'tgan davrlar uchun soliq majburiyatlariga duch kelishingizga olib keladi. Soliq organlari bloklangan summa yoki kartaga kelib tushgan jami summa bo'yicha hisob kitoblarni amalga oshirib, tegishli choralar ko'rishlari mumkin. Unchalik sezilmaydigan nuanslar: birinchidan, operatsiyalar miqdori chegarasi. Yangi qoidalarda aniq summalarni belgilash mumkin emas, chunki ular doimiy ravishda o'zgarib turadi va har bir bankning ichki xavfsizlik siyosatiga bog'liq. Biroq umumiy qoida shuki, bir operatsiyada 100 million so'mdan ortiq pul yoki bir oyda echimtadan ortiq kichik o'tkazmalar, masalan, har biri ehamin 200 million so'm diqqatga sazovor bo'lishi mumkin. Bu summalarning o'zi cheklash emas, balki bankning diqqatini tortish uchun bir signaldir. Ikkinchidan, bankning qora ro'yxati. Ba'zi kartalar ilgari shubhali deb topilgan operatsiyalarda ishlatilgan bo'lsa, avtomatik ravishda bankning qora ro'yxatiga tushishi mumkin. Bu esa kelajakda har bir operatsiyangizga qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilishiga va doimiy monitoring ostida bo'lishingizga olib keladi. Bu ro'yxatdan chiqish juda qiyin bo'ladi. Endi esa ushbu qoidalardan muammosiz o'tish va o'zingizni xavfsizlikda his qilish uchun nimalar qilishingiz kerakligi haqidagi amaliy tavsiyalarim. Biznesingizni rasmiylashtiring. Agar siz daromad keltiradigan faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, masalan, hunarmandchilik
repetitorlik, taksi xizmati, internet savdo, go'zallik xizmatlari. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu juda oson va sizni ko'plab muammolardan, jumladan katta jarimalardan va kartangizning bloklanishidan himoya qiladi. Hozirgi kunda tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish onlayn tarzda juda qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi. Buning uchun e-government portaliga kirib, tegishli shartni to'ldirishingiz va davlat boji to'lashingiz kifoya. Shu bilan birga soliq rejimini tanlashni ham unutmang. Masalan, o'zi band qilgan shaxs maqomida ro'yxatdan o'tish ko'plab kichik biznes egalari uchun ayni muddao bo'lishi mumkin. Ikki shaxsiy tijoriy kartalarni ajrating. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Shaxsiy xarajatlaringiz uchun alohida karta, biznesingiz uchun alohida korporativ yoki tadbirkor kartasidan foydalaning. Korporativ karta ochish juda oson. Buning uchun siz bankka murojaat qilasiz va tegishli hujjatlarni ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik guvohnomasi taqdim etasiz. Bu bank uchun sizning operatsiyalaringizni tushunarli qiladi va sizning daromadingizning qonuniy ekanligini tasdiqlaydi. Aks holda shaxsiy kartangizga kelgan har bir pul o'tkazmasi savollar tug'dirishi mumkin. 3. Operatsiyalarni tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Agar sizga katta miqdorda pul kelib tursa, masalan, avtomobil sotuvidan, uy-joy ijarasidan, mulk sotuvidan, oldi-sotdi shartnomasi, ijara shartnomasi, meros guvohnomasi kabi hujjatlarni saqlab qo'ying. Bank so'raganda ularni taqdim eta olishingiz kerak. Hatto yaqin do'stingizdan qarz olgan bo'lsangiz ham qarz tilxati yozib qo'yishni unutmang. Bu hujjatlar sizning huquqingizni himoya qilishda asosiy vosita bo'ladi. 4. Boshqa shaxsning kartasidan foydalanmang. Bu mutlaq taqiqlangan. Hech qachon kartasini to'lov qilmang va o'zingizning kartangizni boshqalarga bermang. Bu hatto oila a'zolariga ham tegishli. Agar yaqinlaringizga pul kerak bo'lsa, ularning hisob raqamiga o'tkazing yoki ularning shaxsiy kartasiga o'tkazma qiling. Bunday holatlarda onlayn bank ilovalari orqali pul o'tkazish eng xavfsiz va qonuniy yo'ldir. 5 firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Hech kimga kartangizning PIN kodi, CVC kodi, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali raqam yoki bir martalik SMS kodlarini aytmang. Bank xodimlari ham bu ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydilar. Agar sizga bank nomidan qo'ng'iroq qilib ushbu ma'lumotlarni so'rashsa, darhol suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga qayta qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. Firibgarlar doim yangi usullarni o'ylab topadilar, shuning uchun hushyor bo'ling. Ko'rib turganingizdek, bank kartalaridan foydalanish qoidalari jiddiy o'zgarmoqda. Bu moliyaviy tizimdagi shaffoflikni oshirish, firibgarlikka qarshi kurashish va pul yuvishga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan juda muhim qadamlardir. Ushbu yangi qoidalarga rioya qilish sizni keraksiz muammolar, kartangizning bloklanishlari va hatto jarimalardan ishonchli himoya qiladi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini bilish biz uchun juda muhim. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Shunda bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormaysiz va moliyaviy jihatdan xabardor bo'lib qolasiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va pullaringizni himoya qiling.